13 metrli furaga 500 ta sig'adi. 500 ta sig'adi. Xudo xolasa, Shuni chiqaramiz. bo'laveradi. Boshlanishiga. Bu yoq mana sezon boshlandi. Mana krupniy qiziqayotgan klientlar bo'lsa. Assalomu alaykum. Hamma Pavloniya ishqibozlari, Pavloniya ekmoqchi bo'lgan obunachilar. Xudo xolasa bugun 2025-yil 5-oktyabr sanasida Pavloniyalarimiz haqida bir qator obzor qilib beramiz. Mana kuzgi mavsum keldi. Sotuvni boshladik bugundan. Ulgurib qo'yinglar, video davomida xudo xolasa ko'chatimizni holatlarini bir qator ko'rsatamiz. Bitta e'tibor tepasini ham bitta ko'rsating. O'yini dahshat bo'lgan. O'zbekistonda bunaqasi yo'q. Bundan bariga yarim metrli. Assalomu alaykum aka. Bir minutga siz vaqtingizni olamiz. Yaxshimisiz? Siz charchamang aka. Olyapsizlarmi? Baqa kameraga turib olaverasiz. Siz aka? Rahmat. Ana Ta'sir akam qayerdan keldingiz? Uvadan keldik Pavloniyalarga. Uvadan Ta'sir akam keldi. Hozir 4 metrdan oshiq 5 metr 6 metr ekan. Xudo xolasa mana bu yog'i ancha Pavloniyalarimiz bor. Bog'da ham ko'rsatib qo'yasiz. Xudo xolasa qachon ko'chiramiz endi Ta'sir aka? Xudo xolasa 1-2 kunda ko'chiramiz. 1-2 kunda boshlaymiz. Shular. Уже bizda mana 5-sentyabrda bag'ida boshlangan. Endi sal baylar to'kib olsa endi boshlanyapti sezonlar. Ha, sezonlar endi boshlanyapti. Bu bargini Pavloniya bargini kechroq to'kadi. Qachon qor yoqqanda to'kadi-da. Shuning uchun sovurilgandan keyin to'kadi. Uni kutsak hali sezonni o'tib ketadi, yer muzlab qoladi. Shuning uchun mana oktyabrda oyga kirdik. Xudo xolasa nechta bilan boshlaymiz Ta'sir aka? Bizga 500 ta boshlanishiga. Orqasi bor, 5 ming Xudo xolasa. Katta zavodga keladi. Katta zavodga keladi. Jo'natiladi bu yo'q. Bir furaga hozir 500 ta siqsa, ko'mi bilan olib ketamiz. Hozir ko'mi bilan degani o'zing turaverasiz. Ko'mi bilan degani tayda shu turpog'ini bizda vodiy shevasida ko'mi bilan deyiladi. Mana shu olib tayda turpog'i bilan qilib beriladi. Buni olib chiqib furaga 500 ta ketadi. Bitta furaga kattasi 13 metrliga. 13 metrli furaga 500 ta sig'adi. 500 ta sig'adi. Xudo xolasa shuni chiqaramiz. Bo'laveradi. Boshlanishiga. Bu yoq mana sezon boshlandi. Mana krupniy qiziqayotgan klientlar bo'lsa ham kelaverasizlar, Serap aka. Xudo xolasa mana bu tarafda ham ancha 20 mingtacha ko'chat ekilgan. Bu tarafiga ham shu 5 ming 8 ming oralig'ida ekilgan. Mana o'tda ag'ada. Mana hozir Ta'sir akam bilan bir qator ko'rdik. Yo'g'onliklari yaxshi, tanasi pishgan asosiysi bu Pavloniyani tanasini pishirmasa, baglari butalib, baylari ham bo'lib buni. Iyul oyida nima qilinganda baylari yulingan. Va tanasini ham ko'ryapsiz-ku, qop-qora. Xudo xol. So'g'irmaydi o'shani. So'g'irmaydi, to'g'ri aytasiz. Ichkarilarini ham tek ko'rsatingchi, Bahodir aka. Ta'sir aka ko'rinchi ichkarisini tash. Yerlardan ko'rib chiqsin chiroyli. Mana Bahodir aka. Bo'ylari ham yaxshi. Quyosh tushib qolmayaptimi? Bo'ylari ham yaxshi xudo o'zi. Qachon ko'chiramiz mana mikrofonni olib? Xudo xolasa 1-2 kunda ko'chiramiz, boshlaymiz. Ertangina? Ertangina. Xudo xolasa ko'rsatamiz. Agar yana o'sha so'rayotganlar bo'lsa, qator video qilamiz, ko'rasizlar videolarni. O'zim xudo xolasa yulib chiqilgan. Sababi shu tanasi pishish uchun. Bu boshidagilar bu naqas turibdi. Mana bu taraflarda bo'yim yetadigan joy yo'q o'zi. Hammasi yulib chiqilgan. Mana sal teparoqni ham ko'rsatsangiz, bariga o'sha qo'l yetmaydigan joylarda qolgan xolos. Bo'yiga bitta e'tibor beringlar. Quyosh tushib qolmayaptimi? Yaxshi. Bo'yiga bitta e'tibor beringlar, dahshat. 5 metr, 4 metr, eng kichigi 4 dan 6 metrgacha. Agar kimga Shanton, Pavtong Z07, M1, FT sotlaridan zaril bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa mana 20 mingga yaqin ko'chat ekilgan. Bu tarafimizda ham M1 alohida ekilgan 5 mingdan 8 mingtagacha bor bu yerda ham. Xudo xolasa ko'chatlar garantiyali. Agar uyingiz oldiga chiroyli manzara qilib ekib qo'yaman, gullari chiroyli bo'lib tursin deydigan akalarimiz bo'lsa, eng kamida 50 ta 100 ta oladiganlar bo'lsa ham murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa qilib beramiz. Optoy akalarimiz bo'lsa, foydalanishga so'raydiganlarga ham qilib beraveramiz. Mana bir qator o'tgacha ko'rsatib qo'yaylik boshidan oxirigacha. Mana yo'g'onliklarni ham ko'rsataylik mana. Mana bizim bilagimiz mana.
tanasi qop-qora bo'lib, zo'r bo'lib pishib turibdi. Bu yoqlar ham mana xudo xolasa zo'r. Qo'lni qichig'ini bosib qo'yapmiz-da. Mana o'rganib qo'yganmiz-da, shunaqa qilib. Mana ichkarilarda bir dona ham bargi yo'q. O, tepasigacha bargi yo'q. Bu joydan olib ko'rsataveramiz. Mana stollari. Pastki stoli. Ko'ryaptimi? Ko'z tushmayaptimi? Xudo xolasa mana bu o'ylari tepalarigacha ham tepalarini ko'rsatib qo'yamiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 12 ming so'mdan 30 ming so'mgacha qilib belgiladik. Agar atborni buning ichidan kattasini tanlab olaman deydiganlar bo'lsa, unga endi alohida narx aytamiz. Katta atborni terib oladiganlarga 40 ming, 50 ming balki boshqacha narx aytiladi. Xudo xolasa, Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya ko'rayotgan bo'lsa, optimal bitta oladiganlarga narxini dahshat narx qilib beramiz. Xudo xolasa shu Telegram, WhatsApp nomerlar bor, shu ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.